Dadam her qatim kelsa bir necha qatim qo'rib bermasam, zodi bolam sizning bek o'xshaydi jumbo deb ajoyib maqtab turib yeydi. Yaxshimisilar do'stlar, men Madina meni keldim. Ta'mini rangini toz o'xshitib chiqara olsam bo'ladi degan do'stlar, filmni oxiriga ko'rishni unutib qolmanglar, undaq bos boshlab ketdik. Avval ketalik materiallarni tayyor qilmasa, o'zgar deb buni to'g'rab tayyor qilib oldim. Men bugun tayyor xamir ishlatdim. Buni 2-3 minut atrofida pishirib tayyor qilib olsak bo'ladi. Ani muzey suvda chayqab olib qo'yamiz. Bugun yana men ishlatganim asli puroqni saqlab qolgan xotdaning yerlik maydonida bo'lgan Ahmet Yerishlik maylari. Men odatda go'shtni sal pishiq ko'rishni yaxshi ko'rman. Yaxshi ko'rganinglar bo'yicha go'shtni qo'rvagandan keyin g'olpiya samsaq zanjir changallarni solamiz. Andan qo'rimizga jon kirgizdigan paystamdan gemesiman tetiqisini bir qo'shib atrofida sevatdim. Paystam tamoqingizda bo'lmasin kam. İşləsəniz hər dəm uyingizga bo'lar hamma jam. Cho'pimizni pishirib olgandan keyin muzdek suvda chayqab, ana ozroq janyu bilan tamlantirib qo'yamiz jumib qizlar. Qo'rimlarimizni qo'rib bo'lgandan keyin ustiga pishirib olgan cho'pimizni solimizda obdan aralashtirib, tuzlarni tanishib olsaqli bo'ladi. Men ustiga biza kunjutlarni sifatdan mana o'xshagan tamoqimiz tayyor bo'ldi. Ugun oldinglarmi do'stlar? Yetlik ta'minlash kunlaringlar xo'shallik ham xotirjamlik bo'lsin, dasturxoninglar barakatli bo'lsin, kelar son kirishchalarni oltin din aman bo'lsin. Kechgan bo'lsin, hammanglarning Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Men Madina, men yeni